Yangi 2026 yilgi Chevrolet NX3 zamonaviy dizayn, yuqori qulaylik va tejamkorlikni o'zida mujassam etgan avtomobil sifatida e'tiborni tortadi. Bu model avvalgi avlodlarga nisbatan yanada aerodinamik shaklga ega bo'lib, tashqi ko'rinishida zamonaviy LED chiroqlar, keng radiator panjarasi va yangi disklari bilan ajralib turadi. Salonga kirgan zahoti haydovchi va yo'lovchilarni qulaylik va texnologiyaning uyg'unligi kutib oladi. Ichki qismi sifatli materiallar bilan bezatilgan bo'lib, yangi multimedia tizimi, 8 dyuymli sensorli ekran, Bluetooth va Android Auto hamda Apple CarPlay tizimlariga moslashgan. 2026 yilgi NX3 da xavfsizlikka ham katta e'tibor qaratilgan. Unda ABS, orqa kamera, to'qnashuvni ogohlantirish tizimi va haydovchiga yordam beruvchi bir nechta zamonaviy funksiyalar mavjud. Dvigatel qismida esa 1.5 litrli benzinli va gibrid variantlar taqdim etilgan bo'lib, ular tejamkorlik va past yoqilg'i sarfi bilan ajralib turadi. Avtomobilning transmissiyasi 5 pogonali mexanik yoki 6 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi orqali boshqariladi. Yangi NX3 shahar va uzoq masofali safarlarda ham qulay, sokin va ishonchli yurish xususiyatini beradi. Narx segmenti bo'yicha 2026 Chevrolet NX3 o'z sinfida raqobatbardosh bo'lib, sifat va imkoniyat jihatidan boshqa modellardan ustun turadi. Bu mashina O'zbekiston bozorida eng ko'p kutilayotgan yangiliklardan biri bo'lib, oila va yosh haydovchilar uchun ideal tanlov hisoblanadi.